Blogerlik sohasida novichokman, Amerikada turaman va men sizlar bilan bugungi kunimni o'zimcha obzor qilishga qaror qildim. Amerika haqidagi eng qiziqarli narsalarni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Shuning uchun meni qo'llab-quvvatlashni davom eting. Amerikada shunaqa yaxshi narsalarni ham ko'chaga olib chiqib tashlashadi. Chunki narsalar juda ham arzon bilan summasiga nisbatan. Mana yana bir isbot: $5 tarvuzlar sotilyapti. Birinchi boradigan joyim bu kutubxona. Amerikada juda ham ko'plab kutubxonalar bor va men bu yerlarga borishni juda ham yaxshi ko'raman. Va bugun sizlar uchun spetsialni kutubxonaga qanday registratsiyadan o'tish haqida video tayyorladim. Kutubxonadan chiqib esa bozorlik qilishga ketdim. Amerikada bolalarga ovqat puli beradi va men bu pulga bugun bozorlik qildim. Men boradigan marketda esa hamma narsa bor, hattoki yong'oq ham topishingiz mumkin. Uyga kerakli hamma narsalarni oldimda keyingi manzilga otlandim. Verizondan aldanib uyga internet o'rnatgandim. Juda ham problemli bo'lib chiqdi. Hali ham reshet qila olmadim. Shu masala bo'yicha ofisni o'ziga keldim. Ofisdagilar uy interneti bilan shug'ullanadigan joyni manzilini berishdida va ular bu ish bilan shug'ullana olmasligini aytib chiqarib yuborishdi. Ertaga aynan shu masala bo'yicha Verizonni boshqa ofisiga borishimga to'g'ri keladi. Sizga shunday format video yoqayotgan bo'lsa, kommentariy qoldiring.